qarab turinglar. Sergelidagi eng arzon uylardan bittasini qo'yib beraman. Imkon bo'lsa oxirigacha ko'rib beringlar. Shu videoni sotayotgan odamga ozgina pul zaril bo'lib qopti. 1.7 sotu. Narxini ham zo'r qo'yishgan, joyi ham yaxshi joyda qaranglar. Mana shu uylarning orqasi shuna ro'da ko'cha. Bu yoq tarafga Sergelini 4-metro bekatiga chiqasizlar. Bu yoqdan bilgan bo'lsanglar, Saru bola pizzaga chiqasizlar. Eng qiziq joyi fasadi bo'ladi. Fasadi 17 metr. Ichkariga qarab 10 metr. Lokatsiyasi ham yaxshi joyda. Unaqa ichkarili ham emas-da, hovlisini qaranglar. Kirdinglar. Hop, bu yoqda 3 ta spalnisi bor. Mana bitta spalni bor ekan. Bu yoqda hammommi, bu yoqda hojatxonasi ekan. Hop, bu yoqda tapchanlar bilan daraxtlar ekib qo'yilgan. Ozgina e'tibor bersanglar, bu yerda ham chiroyli hovli bo'lishi mumkin va xohlasanglar. Zaliga kirib, endi mana bu yoqda bitta spalni, bu yoqda hamma spalnilariga ham kira olmayman. Narxini 75 ming deyishyapti. Ozgina o'tib berar ekanlar. Pastda raqamlarini qoldirib ketamiz-da. O'zingizlar qiziqgan savollar bilan murojaat qilasizlar, kelishtirib so'rab ko'rasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Oxirigacha ko'rayotganingizga rahmat hammaga.